Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Sizlar bilan ushbu video darsligimizda arab tiliga oid yana bir testni tahlil qilamiz. Amamal bayti harisun. Uning ro'parasida qo'riqchi yoki qorovul turibdi. A'ribil kalimata haris. Mana shu jumladagi haris kalimasining i'robi nima bo'ladi? Bu o'rinda biz javobni tezroq topishligimiz uchun bitta jihatga e'tiboringizni qaratmoqchiman. Amamal bayti. Amama kalimasi bilan boshlandi jumlamiz. Biz nahv ilmidan bilamizki, jumla harfi jar bilan yoki zarf kalima bilan boshlansa, u shibhi jumla bo'ladi. Va shibhi jumla ikkita qismdan iborat. Xabar muqaddam va mubtada muakhkhar. Ikkita qismdan iborat. Shunga ko'ra, amamal bayti xabarun muqaddamun. Xabar muqaddam bo'ladi. Haris esa mubtada muakhkhar bo'ladi. Demak, mana shu i'rob haris kalimasiga tegishli ekan. Mana shuni javoblar orasidan qidirib ko'ramiz. A variantimizda xabarun marfu'un va alamat rafi'i ad-dammatu zohira. Xabarun marfu'un xabar degani uchun biz buni xatoga chiqaramiz. Chunki haris xabar emas, mubtada muakhkhar. B variantimiz majrurun va alamat jar'ihi al-kasra. Xo'p, buni nimaga xatoga chiqaramiz? Majrur deganligi uchun. Chunki mubtada muakhkhar marfu' bo'ladi. Bizga mana bu majrur degan kalima bu javob xato ekanligini ko'rsatib turibdi. C javobimizda mubtada va muakhkhar marfu' va alamat rafi'i ad-dammatu zohira. Mana shu javobimiz to'g'ri bo'ladi. Chunki barcha e'tibordan to'g'ri hisoblanadi bu variantimiz. Nega? Mubtada muakhkhar dedikmi? Ha. I'robicha marfu', alomati nima? Ad-dammatu zohira. Haqiqatda mana shu demak to'g'ri javob. D variantimiz xo'p, o'z-o'zidan xato bo'ladi va o'sha xatoni ham ko'rsatib o'tamiz. Mabniyun ala-dom. Mabniyun ala-dom. Haris kalimasi mabni emas. Mana shu mabni degan kalima bu variantda xato ekanligini ko'rsatib turibdi.